amalga to'g'ri keladigan ovqatlar ham yo'q ekan deyapsiz. Voy, kim aytdi? Bu yerda bor. Shunchaki siz to'g'ri ovqatlanish bilimini bilmaysiz. Shu sababdan ko'chada, restoranda bo'lib qoladigan bo'lsangiz, bu mahsulotlar ovqatni semirtiradi deb o'ylaysiz. Aslida restoranga kirganingizda ham to'g'ri ovqatlanish bilimini biladigan bo'lsangiz, mazali, to'yimli, yog'liqqina bo'kib ovqatlanib turib ham bemalol ideal qomatingizga erishib ozolsangiz bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish bilimini qayerda o'rganaman? Xudo xolasa yaqinda meni 3 kunlik oson ozib, qayta semirmaslik sirlari deb nomlangan bepul onlayn master-klassim bo'lib o'tadi. Aynan shu master-klassda men to'g'ri ovqatlanish bilimini o'rgataman va shu master-klassda siz ko'chadami, restorandami, uydami, tog'dami, daladami umuman farqi yo'q, to'g'ri ovqatlanib turib, ya'ni mazali, yog'liqqina ovqatlanib turib ham ozishni hamma sirlarini bilib olasiz. Master-klassga qanaqa qo'shaman? Master-klassga ishtirok etish uchun hoziroq pastki tugmani bosib ro'yxatdan o'ting.